Bir odamning tafakkuri, tushunchasi va boshqalarga beradigan bahosi u odamning qalbining sap yoki emasligiga qarab o'xshash bo'lmaydi. Qalbi hasad, o'ch adovat va gumonxo'rlikqa o'xshash marazlar bilan to'lgan odam bir gapning 9 to'g'ri tarafi, bir xato tarafi bo'lib qolsa, 9 to'g'ri tarafini qo'yib, bir xato tarafini tutib olib, u odamga aziyat berish orqali qalbidagi marazlarga malham qiladi. Sog'lom qalb egasi dal aksicha bir gapning 9 xato tarafi, bir to'g'ri ehtimolligi bo'lsa, shu bir to'g'ri ehtimolligini kuchlantirib, uningga yaxshi gumanda bo'ladi. Sog'lom qalb Allohni ko'p aslash, yaxshi ishlarni ko'p qilish orqali arom topsa, buzuq qalb boshqalarga aziyat berish, tuhmat qilish orqali arom topadi. Qalbi sog'lom bo'lmagan imanımı sağlam bo'lmaydi. Shuning uchun o'zini mu'min deb qaragan har bir musulmon qalbini hasad, o'ch adovat va gumonxo'rlikqa o'xshash marazlardan pokiz tutishi lozim. Payg'ambar alayhissalom odam badanida bir parcha go'sht bor. Agar u go'sht sog'lom bo'lsa, butun badan sog'lom bo'ladi. Agar u go'sht buzilsa, butun badan buziladi. Diqqat, u bo'lsa-mu qalb degan. Sahobalardan Ibn Umar roziyallohu anhu qarindishingdan chiqqan bir gapning yaxshilik ehtimoli bo'lsa, uni yomon deb o'ylama deydi. Bir podshoh bir kuni jahil, axloqsiz odam bilan olim, fazilatli bir odamning tushuncha va tafakkurni selishtirib ko'rish uchun bir axloqsiz jahil odam bilan bir fazilatlik olim odamni oldiga keltirib, ikkisini ishorat orqali paranglashga buyuribdi. Oldi bilan fazilatlik olim odam jahil odam qarab turib bir barmoqni ko'rsatibdi. Jahil odam fazilatlik odam qarab ikki barmoqni ko'rsatibdi. Undan keyin olim kishi jahil kishi qarab 5 barmoqni ko'rsatibdi. Jahil odam olim odam qarab mushtini ko'rsatibdi. Podshoh jahil odamdan "Sen uningga nima deding? U senga nima dedi?" deb so'rabdi. Jahil odam debdiki, "U menga bir barmoqimni ko'zanga tiqima" dedi. Men qo'pib ikki barmoqimni ko'zanga tiqima dedim. U menga seni shapaloq bilan urma dedi. Men qo'pib uningga seni musht bilan salama dedim deb tushuntiribdi. Undan keyin podshoh olim kishidan so'rabdi. "Sen uningga nima deding? U senga nima dedi?" degandan keyin olim kishi debdiki, "U bizning yetakchimiz Alloh deb bir barmoqini ko'rsatdi. Men qo'pib Rasululloh mubo deb ikki barmoqimni ko'rsatdim. U menga islomning arkoni 5 dedi. Men qo'pib uni ching tutishimiz kerak deb bu sharatni qildim" deb tushuncha beribdi. Demak, odamning tushunchasi uning qalbining pokiz yoki emasligi, uning ong saviyasining yuqori yoki tuvanligiga qarab o'xshamaydi. Boshqalarga baho berishni ilgari oldi bilan u odam qarta menda hasad, o'ch adovat, chidamaslik bormi yo'q, qalbimiz qarab baxshimiz kerak. Allohning oldida har bir gapimizni hisob beramiz. Bizga asqitidigini sog'lom qalbimiz. Alloh taolo Qur'on Karimda Allohning dargohida faqat pok qalb bilan kelgan kishiga paydo yetkaziladi deydi.